Hozir ateşilar ish ajoyib bo'lib qoldi. Hatto oladigan instrumentini ham siz rasxod materialiga qo'shib qo'yar ekan, hisob qilinglar. Shtatlovkasini ham, hali o'zida bo'lish kerak bo'lgan instrumenti ham qo'shib olar ekan rasxodga. Tashlab chiqib ketasiz, mayli, lekin o'sha yaxshi bo'lmadi. Agar olib chiqib kelsangiz harom bo'ldi. Instrument o'ziki bo'lish kerak emasmidi? Endi mayli, haligi bolgarkaning toshi tugaydi, tushunarli. Lekin shpatlovkalarda, shpatlilarda ham usti klientga oldirgan bo'lsanglar, uyatinglar, Allohdan qo'rqinglar. Payg'ambarimiz aytadilar, kim firibgarlik qilsa bizdan emas. Endi o'sha pul haqi boradi deng. Aytib qo'yib bo'lmasa, siz hisobingizdan instrument oldi deb qo'ying, chunki u faqat sura materialga pul to'layapman deyapti, instrumentga to'layapman demayapti u. Imorat qilganlar yoqdimi gapim? Laysa minna man g'ashshana. Firibgarlik qilgan bizdan emas deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. O'sha topgan pulingizni qalay haq etdi? Agar firibgarlik bilan topgan bo'lsangiz.